Uyimizda bir ovqat bo'lsa, uni ta'ab ko'tarmaydi. Shu ham ovqatmi deydi, yo go'shti kamroq bo'libdi deydi. Yaxshiroq tansiq taom xohlaydi nafs. O'sha ovqati yo'q odamlar ham bor-ku jamiyatda. Shukr qilmaysizmi? Buncha nafsimizga qul bo'ldik. Kiygan kiyimimiz falon joyniki bo'lsa kiymaydigan bo'ldik-ku biz. O'zi aslida kecha nimamiz bor edi? O'sha siz o'zingiz kiyinadigan joydan bir yetimga bir sarpo qachon qildingiz? Yetimga sarpo qilyapmiz, kiyim olib beryapmiz. Qayerdan? Eng arzon joydan. O'zimiz kiyadigan do'kondan yetimga sarpo qilib bermayapmiz. Birodar, ishoning. Biz odamlar bilan gaplashib, birodarlarimiz bilan yurib qilayotgan amallarining xulosasini gapiryapmiz.